Har oy do'stlar, sof foyda 3000-4000 dollar bo'lyapti. Moskvada o'zini fulfillmentini ochgan Burxon, undan tashqari katta Valbrestdagi sellerlar bilan ishlaydi, biz bilan ishlaydi. Mana hozir upakovka pullarini ham Burxonga olib kelib beryapman. Do'stlar, juda ham ko'p insonlar kommentariyada menga savol beradi. Valbrestda biznes qilayotganda minus taraflarini aytinglar. Mana shu minusni, mana shu savolga men Burxon javob bersin deyapman. Sababi Burxonda ham opit bor. Burxon, Valbrest minuslarini sanab bering. Assalomu alaykum hammaga. Hamma biznesda endi o'ziga yarasha riski bor, qiyinchiligi bor. Lekin men maslahat berardim, opitsiz, kam tovar bilan, kam pul bilan boshlamaslikda. Hozir marketplace'da konkurensiya katta. Reklamaga puli bo'lsa, tovari kolичествоsi ko'proq bo'lsa, sabr qilsa, bemalol ishlab ketadi. Agar shu narsalar bo'lmasa, boshlamagan ma'qul. Xonda ozgina hayajon bor, sababi videoga birinchi marta chiqishagan, lekin eshitdik, haqiqatan ham hozirgi kunda Valbrest komissiyalari oshgan, kam pul bilan boshlab bo'lmaydi. To'g'risi har kuni obnovleniyalar kelib yotdi. Agar qanday to'g'ri kirish kerak, qancha bilan boshlash kerak, qanday ishlasak ko'proq foyda olamiz, shu haqida bilishni xohlasanglar o'rtoqlar, 9-noyabr kuni soat 19:00 da Moskva vaqti bilan Xitoy bilan ishlash, brendlarni yo'lga qo'yib, mana shunaqa fulfillmentlarni ochib, marketplace'lar ishlash haqida bepul ochiq darsga o'rtoqlar taklif qilaman. Qatnashish uchun kommentariyaga plus tugmachasini bosinglar, tomosha qilinglar bepul. Burxon, siz ham kelasizmi? Ha, albatta nasibsiz.